Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Yaponiyada tug'ilib cho'ng bo'lgan Uyg'ur qizi Alfiya Abletning Davr jurnalining 2023-yillik 100 mashhur shaxslarning ichiga kirishi Yaponiyadagi Uyg'urlarni, jumladan muhojiratga butkul Uyg'urlarni cheksiz faxrlantirdi. Yaponiya Avam palatasining bu yillik umum saylimida Yaponiyaning hokimiyat beshidagi Liberal Erkin Demokratlar partiyasining nomzodi bo'lgan va Yaponiyada Arfiya Eri degan ism bilan tanilgan Alfiya Ablet 23-aprel kuni Yaponiya parlamentining rasmiy a'zosi bo'lib saylangan edi. U Uyg'urcha va Yaponchadan boshqa inglizcha, Türkçe, Xitaycha, Arabcha va o'zbekcha qatorliq ko'p xil tillarga pishiq bo'lib, oldingi 5 yilda u BDTning Nyu-Yorkdagi bosh shtabida vazifa o'tagan. Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bir mezgilda chet elda tug'ilgan ikkinchi avlod Uyg'urlardan biri bo'lgan Alfiya, ya'ni Arfiyaning Yaponiya parlamenti a'zosi bo'lganligi yolg'iz uning Uyg'urlik orq ko'rinishi bilan emas, balki ko'p qirliq va ko'p tillik bir siyosiy ekanligi bilanmi ayni vaqtda Bloomberg qatorliq xalqaro matbuotlardami ko'p qatim tilga ilingan edi. Ma'lum bo'lishicha, Arfiyaning ota-onasi Sharq Turkistondan Yaponiyaga o'qishga berib qilib qolgan bo'lib, u 10 yosh vaqtida Yaponiya fuqaroligiga o'tgan ekan. U oliy maktabni Amerikaning Georgetown universitetining diplomatiya kasbida o'qigan. U Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Katvat boshqarmasida ishlashdan burun Yaponiya bankasida ishlagan. Dunyo Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan tabrik so'zida Alfiyaning Davr jurnalining 2023-yillik 100 mashhur shaxslar qatoridan o'rin olganligidan cheksiz so'yinganligini va tabriklaydiganligini, O'rta-Osiyolardan boshqa muhojirat yashayotgan Uyg'urlardan parlament a'zoligiga saylangan tunji Uyg'ur ekanligini, uning Yapon parlamentiga kirishining demokratik ellarda yashayotgan Uyg'ur yoshlarining o'zlari yashayotgan davlatlarning saylovlariga qatnashishiga va siyosatiga aralashishiga umid ham ilhom baxsh etganligini, bir Uyg'ur qizga bu fursatni bergan Yapon xalqi va davlatiga minnatdorlik bildirganligini ifoda qildi. 13 sentabr kuni Dunyo Uyghur Qurultayi Xitoyning Chengdu shahrida o'tkazilmoqchi bo'lgan xalqaro ilm-fan va fantaziya seminariyasiga qarshi oldi. Yozuvchilar Uyg'urlarni qo'llaydi degan hashtag harakatini boshlaydiganligini va 17 oktyabr mashhur yozuvchilar bilan to'r muhokama yig'ini o'tkazilganligini e'lon qildi. Xitoyning Chengduda o'tkazmoqchi bo'lgan yuqorqi seminariyasidan bir kun burun o'rinlashtirilgan mazkur to'r muhokama yig'ini Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan insoniyat qarshi jinoyatlarini va irqiy qirg'inchilikni butun dunyoga anglatish orqali ularning diqqatini tortishni maqsad qiladi. Dunyoning eng chong ilm-fan va fantaziya seminariyasi bo'lgan va dongliq Hyogo mukofotiga erishgan bu seminariyaning bu yil tunji qatim Xitoyning sohibxonligida Chengduda ichilishi fantaziya mastonlarining, jumladan jurnalist va yozuvchilarning kuchli noroziligini qo'zg'adi. Uchurlarda ma'lum bo'lishicha, yig'inga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini iqtisodiy taraqqiyotning zaruriyati deb ta'riflagan Liu Cixin va Ukrainalik sabiy bolalarni o'ldirish tarafdori bo'lgan Sergey Lukyanenkoning aziz mehmon sifatida chaqirilishi seminariya qatnashchilarining qattiq g'azabini qo'zg'adi va seminariyani boyqut qilish harakatlari kun sayin kuchayishga boshladi. Nodir asarlardan biri bo'lgan Artilikdagi Esilzodimiz nomli romanning avtori, shundaqla yozuvchilar Uyg'urlarni qo'llaydi harakatining boshlamchilaridan biri bo'lgan Andrey Gelsimiz apandim yuqorqi seminariya haqida so'z qilib mundoq dedi. Xitoy bu seminariyadan o'zlarining qanchalik ma'rifatparvar, taraqqiy qilgan va istiqbol parlaq davlat ekanligini isbotlamoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, bu ularning teshpalpal, ichi g'alg'al moyitini yoshirib qola olmaydi. Shundaqla millionlagan Uyg'urlarning jazo lagerlarida xorlanayotganligini, narsida bolalarning ota-onalaridan majbur ayirib etilib, ahu faryotlarining ko'k yetganligini va ularning ota-onalarining qo'l ishlamchi sifatida ishlatilayotganligini seminariyaga qatnashgan vijdon sohibi bo'lgan har qanday adabiyot va san'atchilarning nazaridan hargizmi qochib qutula olmaydi. Dunyo Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim bu seminariya haqida stansimizning ziyoratini qabul qilganda mundoq dedi. Bu seminariyaga qatnashmoqchi bo'lgan adabiyot san'atchilarining insoniy fazilati bizni haqiqatan ta'sirlantirdi. Maqsadimiz hargizmi xalqaro ilm-fan va fantaziya seminariyasining putiga palto chepish emas. Balki bu seminariyaga sohibxonlik qilmoqchi bo'lgan davlatning irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat sodir qilayotgan abtabashirisini butun dunyoga oshkorlamoqchi xolos. Yaqinda dunyodagi eng zardor shaxslardan biri bo'lgan Elon Musk haqida Walter Isaacson tarafidan yozilgan kitob zo'r g'ulg'ul qo'zg'adi. Mazkur kitobda Elon Muskning xarakteri kishilar bilmaydigan nurg'un voqeliklar orqali yo'ritib berilgan. Kitobda yana Elon Musk erkin axborotning muxbiri Barry Weissga mundoq degan. Twitter Xitoy haqidagi so'zlarga diqqat qilish kerak. Chunki Tesla'ning Xitoydagi savdosiga ta'sir etadi. Xitoyning Uyg'urlarni bostirishining qo'shbislik tarafi bor. Elon Musk yana Tayvan xuddi Havay taqim orollari Amerikaning ayrılmaz bir qismi bo'lganiga o'xshash Xitoyning ayrılmaz bir qismi degan. Tayvan hukumatı Elon Muskning bu bildirishlarga qattiq raddiya qaytarib,
Biz Elon Musk'ның Xitoyga setilgan yoki setilmaganligini bilmaymiz. Ammo Tayvan setilmaydi degan. İngliz tilida qo'shbisliq ish deganlik har ikki tarafning yo'lliq tarafi bor yoki har ikki tarafning o'xshash xatoligi bor degan ma'noni ifodalaydi. Bu Elon Musk'ның Uyg'ur irqi qirg'inchiligida Xitoyni himoya qilganligini, Twitterda Xitoyning ta'tir tashviqotiga yo'l qo'yganligini va irqiy qirg'inchilik bo'lib atgan Sharq Turkistonning poytaxti Urumchida Tesla markazini qurganligining orqa ko'rinishini tushundirdi. Elon Musk'ning yuqorqi bayonlari muhojiratga Uyg'urlarni qattiq g'azablantirdi. Uyg'ur hareket tashkiloti bu vaqt 14 sentabr kuni maxsus bayonot e'lon qilib, Elon Musk'ning Xitoyning Uyg'urlarga qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi elib berayotgan jinoyatlarga qarta parvosizlarcha bergan bayonlarini qattiq ayiblaydiganligini va Walter Isaacsonning kitobidagi Elon Musk'ning qo'shbisliq degan iborasidan to'liq afsuslanganligini va inson qalbidan chiqqan bu jinoyatni yuqorqidek ta'riflashga qat'iy qarshi turadiganligini ifoda qildi. Bayonotda Uyg'ur hareket tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim mundaq deb ko'rsatdi. Elon Musk'ning yuqorqi bayonlari Uyg'urlarni va ularni qo'llayotgan insonlarni bo'libmi manga o'xshash xalqning ozodligi va hurlik uchun kurash qilish jarayonida Xitoyning o'chilish xarakterli hujumiga uchrab, oila tavobatlari turmalarga va jazo lagerlariga solingan muhojiratga yuz minglagan Uyg'urlarni to'liq afsuslantirdi. Uyg'ur xalqi bugungi kunda tarixda misli ko'rilmagan irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'lmoqda. Elon Musk apandini Sharq Turkistonda yuz berayotgan insoniyat qarshi jinoyat haqida texmi ishkirlab izlanishiga va pozitsiyasini qaytadan ko'zdan kechirishiga da'vat qilamiz. Irqiy qirg'inchilik hech bir vaqt qo'shbisliq bo'lmaydi. Roshan Abbas xonim yana nurg'un shirkatlarning yuqorqi sabablardan va Uyg'ur majburiy emgak sababidan Xitoydan chekinib chiqib ketayotgan bugungi kunda Elon Musk'ning kichikina manfaatini deb Xitoy tarafda turishining tarixiy bir dog' bo'lib qoldiganligini eskartdi. Elon Musk Twitter'ning sahibi bo'lgandan beri Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilgan saxta uchurlari kun sayin ko'paydi. Ammo Twitter buningga qarshi hozirgacha hech qanday bir tadbir qo'llangani yo'q. Xitoy 13 sentabr Taliban hukmronligidagi Afg'oniston poytaxti Kabulga bosh elchi tayinladi. Bosh elchi Zhao Xing Kabulga kelgandan keyin Taliban armiyasi maxsus harbiy marosim o'tkazib, dog'dug'liq kutib oldi. Diplomatiya qoidasida bosh elchini harbiy marosim bilan kutib olish intayin oz ko'riladigan bo'lib, odatda prezident yoki bosh minister va yoki diplomatiya ministri qatorliqlar ziyorat qilganda bu xil marosim o'tkaziladi. Uningdan sirt Xitoy bosh elchisi Zhao Xingni Taliban bosh ministri kutib olgan chaqda Afg'onistonga bosh elchi tayinlaganlik uchun Jallod Shi Jinpingga alohida rahmatini bildirgan. Xitoy davlati Taliban hukmronligidagi Afg'onistonga eng ko'p mablag' solgan davlatlarning biri hisoblanadi. Bo'libmi konchilik, asos muassasa qurilishi, telegraf va transport qatorliqlar Xitoyning asos mablag' turlari bo'lib hisoblanadi. Uyg'ur agentligining ziyoratini qabul qilgan va ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir texnik mundaq dedi. Xitoyning josuslik turlari Afg'onistonda telegraf aloqachilarga singib kirganlik sababidan bu joyda Uyg'urcha so'zlashish intayin xatarlikdir. Biz hozirgacha bu davlat qanchalik Uyg'urlarning jimjit yo'qolganligini, o'lganligini va yoki Xitoyga o'tkazib berilganligini bilmaymiz. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda mundaq deyilgan. Xitoyning Taliban bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirishning asosiy maqsadi Talibanning Uyg'urlarni qo'llamasligini qo'lga keltirish orqali o'ziga o'xshash mustabid bir shayka barpo qilishdan boshqa narsa emas. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.